Saymadim yig'latur, namoz tashqarida eshitdim, bitta bola yig'latur dedi, yaxshi aytdi degan. Armonlar girdobı, ayrılıkning oftobi, rangimda ishq azobi, sen o'shasan. Jingalagim jingalak, malagim jingalak. Shohnazar G'ulomovga beraman. Akamni to'ylarimni tabriklayman.
Tovoqlilar. Alqishlab qo'yaylik iloho. El yurt osmonida chaqnagan bir yulduzlarga aylansin ilohim. Tabriklayman Shonazar. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Artist bo'laman. O'zi shuncha artist kammidi? Nonni yarim taqmoqchimisan? Yo'q. Hozir yig'latur shu aytmadim. Sen aytmading yig'latur, namoz tashqarida eshitdim, bitta bola yig'latur dedi, yaxshi aytdi lekin o'sha bolaga bitta guldiroz qarsaklar bo'lsin, o'sha sunnat bo'tgan bolamizga. Meni qo'shiqlarimni eshitganmisan? Eshitmagan ekanman qo'shig'imni. Qaysini? Yor hamon begumon go'zal o'shasan, bitmagan bu dardimga dardni qo'shasan. Armonlar girdobi, ayriliqning oftobi, rangimda ishq azobi, sen o'shasan. Jingalagim degan qo'shiqni ham eshitganmisan? Qani boshlaychi? Jingalagim jingalak, mani malagim jingalak, jingalagim jingalak, nozimalagim jingalak. Tepsi aksiyonki bu, mana chaqirib o'tiribsizlar. Mana qo'shiqlarim bemalol aytib bersa bo'lar ekan-ku. Gap yo'q. Bitta ortiqchilar bo'lsin, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Talant, rostdan ham talant. Kelajagi bor. Bemalol ishonch bilan aytishimiz mumkin. Xudo xolisa O'zbekiston suygan san'atkorlardan biri bo'ladi. Tashakkur. Shohnazar. Mana shu Nurafshon shahrimizda eng yosh uzun ustida izlanib kelayotgan ijodkor yoshlarimizdan. Duo qilinglar. Alqishlab qo'yaylik iloho. El yurt osmonida chaqnagan bir yulduzlarga aylansin ilohim. Tabriklayman Shonazar. Ana shunday davramiz davom etadi. Yana bir bor xush kelibsizlar deyman. Men to'yimiz boshida aytgandim, ko'p san'atkorlar tashrifi buyurilyapti. Qolaversa, yaxshi niyatli azizlarimizni tilaklari bilan davramizni chiroyli o'tkazamiz degan niyatda edik. Keling, navbatdagi san'atkorlar davraga chorlab qolamiz. Nihol mukofot sovrindori qolaversa, markazdan tashrif buyurib bugun xonadonimizni muborakbod etib, o'z kuy qo'shiqlari bilan qalbimizga quvonch baxsh etguvchi davramizga Shahzod Murodovni qarsakiylar ostida taklif qilib qolaman. Shahzod